Assalomu alaykum, sizlar bilan Roku PUBG. Bugun sizlar bilan to'g'ri chust to'g'rilash, zajm ushlash, upravleniya to'g'rilash va bot igrokdan pro igrokka o'tishni o'rganamiz. Video albatta manfaatli bo'ladi, shuning uchun videoga bitta like va podpisatsiya bosishni unutmang. Bo'lmasa videoni boshladim. Ayni damda hozir zajm ushlash juda ham trendga aylangan. Siz ham shunday zajm ushlamoqchi bo'lsangiz, albatta sizga giroskopli telefon kerak bo'ladi. Chunki biz giroskop telefonda zajm ushlash o'ta qiyin, bu juda ham mushkul ish. Siz ham menday zajm ushlamoqchi bo'lsangiz, albatta sizga yaxshi chust kerak bo'ladi, lekin bu chustni birovlardan emas, o'zingiz poligonda hech bo'lmasa yarim soat, 1 soat o'tirib, o'zingiz chust saqlasangiz, bu boshqacha bo'ladi. Chunki boshqalarning chusti sizga har doim ham tushavermaydi. Shuning uchun o'zingiz yarim soat yoki 1 soat vaqtingizni ajratib poligonda mashq qilsangiz, menday headshot uradigan bo'lasiz. Men ham o'z chustimda 1 soat poligonda o'tirib, har bitta elementiga alohida e'tibor berib, har bittasini to'g'rilab chiqqanman va shunday headshot urishlarni boshlaganman. Birdaniga headshot urishni boshlamaysiz, buning uchun hech bo'lmasa poligonda 10-15 minut mashq qilib olish kerak. Agar sizga menga chustim qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana men chustim ko'rib olishingiz mumkin. Mening chustim sizlarga tushish qiyin, chunki menda giroskop turish turadi, bu juda tez degani. Zajm ushlash bo'yicha bergan maslahatlarim siz uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Endi judayam nastroykalarga o'tamiz. Birinchi o'rinda turizm oltinini to'g'ri taxlash. Ya'ni agar siz ustiga kompensator qo'ysangiz, ko'rishingiz mumkin, headshotda 56 beryapti. Ko'pchilik igroklar kompensatorda o'ynaydi, lekin agar siz ustiga mufta qo'ysangiz, ya'ni mana shuni, unda sizning headshotingiz ko'rishingiz mumkin 57 beradi. To'g'ri, bu bir o'rin ko'p, lekin har bittasining o'ziga yarasha xususiyati bor. Agar siz kompensator qo'ysangiz, o'qingiz bir tekischa uchadi va otgan joyingizga to'g'ri borish ehtimoli katta. Lekin siz mufta qo'ysangiz, o'qingiz sochiladi va headshot berish ehtimoli katta bo'ladi. Endigi navbat pik, ya'ni naklon, to'g'ri naklon qilish bo'yicha. I need consumables. Xo'sh, ko'rib turganingizdek men piket qilsam, hech qachon qochib ketgani yo'q, faqat kallaga bo'lyapti, qimillatganim ham yo'q. Bunday urish uchun nastroykani to'g'rilab olish kerak. Albatta giroskopli telefonda ko'rib turganlaringdek pritsel ham, piket ham udерживать turish kerak. Grafika sozlamalari esa xuddi shu holatda turish kerak. Yarkisni gridan 140 ga qilsanglar normali bo'ladi. Buni uncha ahamiyati yo'q, hamma o'ziga qulay ishlatadi. Menga birinchisi qulay, hozir hamma 4-chisida o'ynayapti, lekin menga qandaydir to'g'ri tushmadi u. Men o'ynamadim. Chunki juda ham kichkinada u. Va buni oq rangda qo'yib qo'yibman. Xohlasangiz qizil qilishingiz mumkin. Qizilda ham yomon ko'rinmaydi. Xo'sh, effektiga qizil qilib qo'ysangizlar, o'ronga ozroq bo'lsa ham foydasi bor, chunki yashil qilsangizlar, o'q uncha tegmagandek ko'rinadi. Yana bir asosiy funksiyalardan biri bu pritselni almashtirish. Ko'rib turganlaringizdek, oson almashtirish kerak. Bu yerda mana shu funksiyani yoqish kerak. Endigi esa yana bir keraklardan biri sakrab otish, ya'ni sakrasangiz oshib ketmasligi kerak. Masalan, mana sakrab otyapman, oshib ketgani yo'q, lekin ba'zi paytlarda mana shunday oshib ketishi ham mumkin. Buni esa nastroykani to'g'rilash kerak. Mana buni kabarega razdelitib qilib qo'yish kerak. Ya'ni sakrashni 2 ga ajratadi. Nastroykada ko'rsangiz bo'ladi, menda sakrash 2 ta turibdi. Yana bir kerakli upravleniyalardan biri joystickni to'g'ri razmerda ishlatish. Ya'ni korpusda yordamga qimmatlash uchun joystick o'ta normalli razmerda bo'lishi kerak. Menda joystick 100 turibdi. Bu men uchun normalli.
telefonim ham Pro bo'lgani uchun, 13 Pro bo'lgani uchun kichkinaroq va joystik normal ishlab beradi. Joystik bu asosiylaridan biri, uni tezroq qimlatsangiz, shuncha yaxshi otasiga va hujjat berishga yaxshi bo'ladi. Joystik eng kerakli nastroykalardan biri. Ya'ni ko'pchilik o'ynaydigan igroklarning xatosi mana shunday diskga o'tirib otish. Bu juda ham katta minusga ishlaydi. Hech qachon sizga plus tomoni yo'q. Bu sizga har doim minusga ishlaydi. Ya'ni o'qlaringiz bir tekis emas, faqat branchletga tegish ehtimoli ko'p. Hujjat berish juda ham qiyin bo'ladi. Siz mana shunday holatda otsangiz, siz o'qingiz normal tegadi. Ya'ni otayotgan joyda har zamon bitta o'tirib turish kerak. Ya'ni o'sha o'tirib turganingiz foydasi bu sapernik otgan o'qlardan qochish uchun yordam beradi. O'ylaymanki, bu bergan ma'lumotlarim va maslahatlarim siz uchun manfaatli va foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bunaqa videolardan ko'proq chiqishni xohlasangiz, videoga like bosing, obuna bo'ling. Chunki tug'ilgan kunimgacha hech bo'lmasa 5000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Xayr, sog' salomat bo'ling.